Aslamda bu sefer ben Gamer ve bugün oyun info. Sana hoş geldiniz. Laptop bulat hakkında. Hakan açıldı bu. Go. Easy Parko. Guys. Go. Künyetada. Mende. Xotirjamlik bilan. Hoppa. Bo'ldi. Hoppa. Effekt yo'qotish kuchliga. Mana yaxshi effekt yo'qoldi. Men hammasiga effekt xalat qilgandi. Demak bu menga sakrash beradi. Bu sakradim. Yaxshi. Spawn tut bu. Yaxshi. Nima qilish kerak? Ha. Nosh yer. Men bu o'tda o'qigandim. Yerda spawn point. Nimaga? Mayli bu savolni xato qilmasga harakat qilaman. Endi tushgesam botman. Spawn bot bo'ldi. Tekshirdi. Ko'mas bloklab o'tgan. Bu yoqdami? Qani o'zimladim endi. Mayli endi yo'qmas ekan. Mana. Yo'qqa. Endi yo'qqa. Qani. Qo'ymoq ekan. Ya, bitti mi atılmaz bana. Maldan bloklar dedik, saklaş bloklarıymış. Daha saklaş. Hoppa. Hadi komas bloklar bakın. Ana. Yaxşı. Kustum aldım. Mana. Yaxşı. Bu saklaş effekt yok kalsın. Mana. Onu joy diyeniz kaktırış gereği gideyinde. Judayam yomon qizil. Bu ko'mas blok bor ekan. Bo'ldi bu joyni hozir qo'ydilarmi bu narsani hozir. Sekin bu yaxshi tushunmadim. Bu effekt qolish kerak. Bu effekt. Yo'qoldi sekin endi bu yoqqa. G'it. Ko'mas blok bor ekan-ku. Uni men bu ishni qaytarib qilmayman. Okey. Men pul bo'ldim demayman bu yerda. Ko'mas blok bor mana. Minecraft. Bu to blok sakamasligini bilganda bu. Mayli hoppa. Ko'mas blok bo'lgan usul bo'z qo'qyapman endi. Ozgina ketiga tepib qo'ysam ham men sakrayapti. Qildim. Mayli. Bu bloklarni men demak tushunaman. Buni nima fikrdingga? Make. Obunachilar bu juda menimcha biz fikr keldi menga. Buning nomi Minecraft bug deyiladi. Agar sen o'tib yursang bu yoqqa davom etsini. Minecraftning bagligini qiladi bu. Sal chetga solsam. Gamer buglar topuvchisi. Hech qanaqa buglarga
to'yga mingandan keyin Minecraftda hamma narsasini bilaman. Unaqa paglami? Menga cho'tmas. Yangi video chiqishini xohlasangiz videoga like bosib kanalga obuna bo'ling.